Navbatdagi puli yengilroq Lacetti avtomobilimiz sotuvda 2013-yilda ishlab chiqarilgan birinchi paysi mexanika korobkali Brus 8 motor, bosib o'tgan masofasi probegi 267 ming kilometr. Mashinaga 3-pokoleniya metan gaz o'rnatilgan, texnik holatlari ham yaxshi holatda, motorlar soatda ishlab turibdi, hadoylari koptok, taqir-tuqiri yo'q, 4 ta eshigi shumka bo'lgan ekan. Balonlari ham yaxshi holatda, hali bemalol ancha yursa bo'ladi. Salon qismi ham yaxshi holatda turibdi, o'rtacha holatda, yomon bo'lib ketmagan, chexollari eskirib qolgan ekan, poligi bor, bu birinchi pozitsiya. Pioneer magnitofon o'rnatilgan, video registrator qo'yilgan, signalizatsiya majikari bor. Mashinaning aybiga keladigan bo'lsak, o'ng taraf ikkita eshigi, oldi orqa eshigi va kalenkasi sepilgan. Bagaj qopqog'ida mana shu joyda pitnosi bor va oldi kapot qismi sepilgan, yuzaki sepilgan, ikkita oldi krilosi toza, usilitlari but-butun, lonjyorlari but-butun, qolgan joylari toza, bemalol tekshirtirib olishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $5800. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.